Meksikadan Amerikaga o'tgan kabi Fransiyadan Angliyaga o'tgan odamlar haqida ham bir videoga oldim. Bu Angliyaga borganda bitta vatandoshimiz shunaqa o'tgan ekan, shular bilan gaplashib turib, o'shaning fikrlarini, keyin o'zim fikrimni, natijalari haqida qaytarib, ya'ni yaxshi niyatda oldim, lekin ba'zi bir odamlar shunga qiziqib, so'rab surishtirib anaqa yurgan ekan, menga nechtasi yozdi, o'chirib tashladim hammasini yozishmalarini, to'g'risini aytsam. Nimaga bu videoni olyapman? O'shani ham qaytarganman, haligacha qaytaraman. Hozir sabablarni tushuntirishga harakat qilaman. O'zbekistonda dengiz yo'q, okean yo'q. Shuning uchun biz dengizni tushunmaymiz. Plus, minus, to'lqin, bunaqa narsalarni tushunmaymiz. Qanaqa hali siz bilgan, bilmagan kamchiliklarni, dengizga chiqib yurgan odamlar, kemalarda yurgan odam bu narsani juda yaxshi biladi. Hozir sizlarga tushuntirib o'tiraman. Birinchi tushuntirishdan oldin men qanaqa o'tish haqida, qanaqa o'tilgan haqida tushuntiraman, shundan keyin tushunib yetasiz o'zingizlar. Odatda mana Fransiya bo'lsa, masalan, Fransiyadan Angliyaga o'tilgan orasi hozir necha kilometrligi aniq esimda yo'q, 38 kilometrmi esimda yo'q. Qisqasi mana shunaqa o'tilardi. Endi qani bu tomon okean, bu tomon okean. Ya'ni adashib qolish ehtimoli yuqori. O'targan odam kechasi o'targan bo'lgan, o'tishgan ekan, ya'ni muhojirlar, adashmasam 1,5-2 ming dollarga bo'lsa kerak, oldin bo'lgan, bahorgacha bo'lgan bu narsa o'tish haqiqatda. Fransiyalarda o'rmonlarda yashab, qana papitkalar qilib, bir narsalar qilib o'tishgan. Lekin kechasi o'tayotganda tabiiyki hech qat ko'rinmaydi. Ya'ni ishirilgan kemada o'tadi. To'lqin yarim metrga urilib turadi. Bu yoqdan katta konteynerli kemalar haligi o'tgani bahaybatda ular. Uni to'lqini bilmayman, bir normalniy bo'lsa kerak. Adarib yuboradi u kemalarni-da. Qancha kemalar adarilib ketadi. Endi tasavvur qiling, dengizni o'rtasi. U yog'i ham bu yog'i pashti ko'rinmayapti kechasi. To'lqin kelib turadi. Odam cho'kib ketishi hech gap emas o'tdi. Odam o'lib ketishi. Bu ochiq dengiz, akula ham bo'lishi mumkin. Masalan-da, men bilmayman, bo'lishi mumkin. Bu okean, garantiya yo'q. Xo'p, endi qonuniy jihatini olib ko'raylik. Hozir 2025 Amerika ham, Angliya ham, Yevropa ham migrantlardan to'ygan. Ya'ni anti-migrant pozitsiyasiga o'tishgan. Mana hozir qancha deportibot ko'rayotgan bo'lsanglar, qisqasi Amerikan to'ygan deport boshlangan, Meksika davno to'xtatilgan, yopilgan, Angliya ham xuddi shunaqa. Hozir kemadan o'tgan odamlarni o'tolgan taqdirda ham qanchasi o'lib ketadi o'tdi yo'lda. O'tolgan taqdirda Fransiyaga deport qo'yadi. Qonuniy bo'ldi, yopilgan bu narsa. O'tganda hamki, masalan, qochaman, pochon deb o'ylamaylik. Otadiki anaqa chegarachilar, otadi. Masalan, to'g'ri, oyoqqa otishi mumkin, lekin kim uni ham mergan emas-ku, oyoqqa otani peshinaga otib qo'yish gap emas-ku. Nechta odam yarador bo'lgan, o'lib ketgan qanchasi bor. Bu narsani miyadan chiqaringlar. Ba'zi bir chet ellik mashiniklar taksi qotgan bo'lishi mumkin. Men uni ham bilmayman, guvoh emasman, lekin o'lim bilan olishmaylar. Birinchidan, o'tishli azob, o'limga yuzma-yuz kelinadi. Ikkinchisi, otib tashlashi mumkin. Uchinchisi, orqaga deport qo'yadi. Palibomi deport qo'yadi. O'shaning uchun bu narsani miyadan chiqaringlar. Sizlar o'zingizlarga kerak bo'lmasanglar ham, oilalarga, ota-onalarga, farzandingizlarga, ayollik qisqasi yaqiningizlarga keraksizlar. Men o'shani ham qaytarganman, hali ham qaytaraman. Bu dengizni to'lqinlari kuchli. Uni o'ylamaylik, dengiz o'rtasiga kelganda kompaslar ham ishlamay qoladi hattoki. Bo'ldi, lekin o'ngga chapga yurib qolsa ketdi, ochiq okeanga chiqib ketadi, shu bilan bo'ldi. O'shaning uchun iltimos bu narsani miyadan chiqaring. Men nimaga anaqa qilyapman, bu videoni olyapman? Ba'zi bir odamlar men ko'pchilik chiqdi-da. Kim edi o'sha odamni uchrashtirib qo'ying, u qiling, bu qiling. Yo'q, bu yerda men anti reklama qilgan joyim yo'q. Men xolis niyatda sizlarni qaytarish uchun videoga oldim. Hali ham qaytaraman. Bu narsalarni esingizdan chiqaringlar.